Assalomu alaykum azizlar. Bugun 21-mart oqshomi. Video she'r aytmadik. Ertaroq qo'yishga vaqtimiz bo'lmay qoldi azizlar. To'g'ri tushunasizlar. Xudo xolasa kommentariyalarda o'qidim. Rahmat hammaga. Befarq bo'lmayotganliginglar xizmatimizni layklar bilan, kommentariyalar bilan qo'llab-quvvatlab turganligingiz uchun salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Xo'p, kommentariyada ko'plab insonlarimiz ota haqida yozing degan kommentariy yutibdi. Shuning uchun ota haqida yozishga qaror qildik. Bugungi she'rimiz ota haqida. Dadajonim, yosh bola edim, avayladingiz. Siz o'zimning jonajonim, faqat sizdan oldim ibrat. Mening faxrim dadajonim. Jahlingizni chiqarsam, bolam hali yosh derdiz. Bajarmasam buyurganiz, sekingina dars berdiz. Hali yodimda qornimiz to'ymagan chog'lar. Dadam yemay bizga berib, qorniga bog'ich boylar. Ko'zda yosh yerdim nonni, duo qildim katta bo'lsam, maqsadimni yo'qdir soni, dadamni Makkada ko'rsam. Allohimdan so'radim, jannat nasib ato etgin, mening onam dadajonimga bog'lar, ko'shklar nasib etgin. Baxtimizga ota-onalarimiz sog'-salomat bo'lishsin. Keyingi she'r mavzusini aytib qo'yasizlar. Kommentariyada bu she'rlarni jo'natib qo'yamiz. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlaysizlar. Sog' bo'ling.